musulmonlarning qurultoyi bo'lib, Ziyovuddinxon Eshon Boboxon hazratlari O'zbekiston, ya'ni O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi deyilgan o'sha payt 5 ta respublikaga fatvo beradigan muftiy bo'lgan ekanlar. Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, shularning ichida mana Turkmaniston 5 ta respublikaga diniy bir arbob bo'lib, muftiy bo'lib fatvo beradigan payt bo'lgan ekan. O'sha paytda bir qo'llarida kitob, bir qo'llarida olovni ushlab, cho'g'ni ushlab, bir tomonda o'sha paytlar xarobaga aylangan masjidlarning ochilishi, diniy ta'limni isloh qilish, yo'lga qo'yish, ilm beradigan mudarrislarni izlab topish, bularning faoliyatini yo'lga qo'yish o'ziga xos bir qiyin bo'lgan bo'lsa, hukumat bilan birga murosa qilish ham o'ziga xos bir qiyin sharoitda bo'lib o'tganligini o'sha paytda yashab o'tgan ulamolar, o'sha paytda ko'rgan otalarimizdan ko'p marotaba eshitganmiz.